O'zbek xalqi asrlar davomida shakllangan boy madaniy va ma'naviy merosi, yuksak qadriyatlari hamda betakror urf-odatlari bilan ajralib turadi. Bu bebaho merosni asrab-avaylash va uni yosh avlod qalbiga singdirish hamda ulug' siymolarimiz xotirasini e'zozlash bugungi kunda muhim ma'naviy vazifalardan biri sanaladi. Ana shu ezgu maqsad yo'lida joriy yilning 4-mart kuni sadoqat va vafo timsoli, millatimizning ardoqli shoirasi, jamoat arbobi, bahor tarannumchisi Zulfiya tavalludining 111 yilligi munosabati bilan Nuroniy jamg'armasi Olmaliq shahar bo'limi, Buvijonlar maktabi jamoatchilik guruhi hamda Axborot kutubxona markazi hamkorligida Bahor keldi seni so'roqlab shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Bugungi tadbirimiz o'zbek adabiyotining yorqin namoyandasi, sadoqat va vafo va vatan kuychisi bo'lgan Zulfiya Isroilova tavalludiga bag'ishlanadi. Badiiy kechada so'zga chiqqanlar Zulfiya ijodining o'zbek adabiyoti taraqqiyotidagi o'rni, uning she'rlari orqali insoniylik, muhabbat va vatanparvarlik g'oyalari keng targ'ib etilganini alohida ta'kidlashdi. Shoiraning hayot yo'li va ijodiy merosi yoshlar uchun ibrat maktabi ekanligi ham e'tirof etildi. Topay dedim qirdan izingni, yalog'ingdan rang olgan dedim, lolazorga burdim yuzimni. Buvijonlar maktabi jamoatchilik guruhi hamda Nuroniy folklor jamoasi tomonidan o'zbek qadriyatlarini tarannum etuvchi sahna ko'rinishlari namoyish qilindi. Ayniqsa beshikka solish va kelin salom marosimlari aks etgan chiqishlar yig'ilganlarda ulkan taassurotlar qoldirdi. Mutaxassislarning ma'lumot berishicha, milliy an'anamizga ko'ra bolaning beshikka yotqizilishi uning tinch va osoyishta uxlashiga, gavdasining to'g'ri rivojlanishi hamda gigiyenik jihatdan toza parvarishlanishiga xizmat qiladi. Shu bois bu udum nafaqat ma'naviy, balki amaliy jihatdan ham alohida ahamiyatga ega. Yasharish, yashnashish fasli bilan boshlangan tadbirimiz maroqli va mazmunli o'tdilar. Tadbirda Nuroniylar jamg'armasining hunarmand ayollari, san'atkorlarimiz, mana shu barcha ishtirokchilarimizga bugun o'z minnatdorchiliklarimizni bildiramiz. Doimo sog' salomat bo'laylik. Yana shunday kunlarda yaqinlashib kelayotgan Navro'z ayyomlarida o'tib ketgan qadriyatlarimizni yana tiklash, ularga xalqimizga namoyish qilishni davom ettiramiz. Ishtirokchilarga katta rahmat. Tadbir so'ngida bu kabi tarbiyaviy ahamiyatga ega ma'naviy ma'rifiy marosimlarni yoshlar o'rtasida ham muntazam ravishda tashkil etish zarurligi qayd etildi.